Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Amerika New York Bloomberg xabarida e'lon qilishicha, Hindiston hukumatı Hindiston Xitoy chegarasiga yana 50 ming askar avatibdi. Hindiston Xitoy chegarasida Hindiston davlatining 200 ming askari bo'lib, bu qitim yana 50 ming askarni ko'paytgan. Hindiston hukumatining bunday qilishdagi maqsad Xitoy hukumati yaqinqi mezgilda vatanimiz Sharq Turkistondan xeyli ko'plagan askarlarni Hindiston chegarasiga yetkazgan. Uningdan boshqa Xitoy armiyasi Hindiston chegara bo'ylarida ko'plagan harbiy aslahalarni bekitgan. Masalan, bir qancha aeroplan stansiyasi, ko'plagan tankka, ko'plagan zambiraklarni to'plagan. Hindiston armiyasi mu harbiy kuch tangponligini tuvaltib etmasligi uchun Hindiston Xitoy chegara bo'ylaridagi Hindiston armiyasining harbiy kuchini bu qitim yana 40% ko'paytgan. Undan boshqa Hindiston hukumatı Xitoy hukumati bilan ikki davlat o'rtasidagi chegara talash-tatish masalalari kelganda hamda suhbatga o'tag'an mezgilda kuchlik Hindiston armiyasini ko'zir qilib turib suhbat qilishni planlagan. Hindiston hukumati Xitoy bilan suhbatga o'tirishdan burun chegara bo'ylariga texmi ko'plab askar avatishni to'g'ri ko'rgan. Hamda Xitoy hukumatining Hindiston chegara rayonlarida quturat qo'li qilib vaqa paydo qilishining oldini olmoqchi bo'lgan. Xitoy davlati nima uchun Hindiston chegara rayonlarida quturat qo'liq vaqasini paydo qiladi? Nima uchun Hindiston davlatiga tahdid qiladi deganda, Xitoy hukumati bu Hindiston Kashmir rayonlarida o'zini cho'ng davlat qilib ko'rsatib, bu rayonlarga hukmronlik qilmoqchi bo'lgan. Kashmir rayonidagi talash-tatishlar bo'lsa, Angliya hukumati 1947-yili Hindistondan chekinib chiqqandan keyin Hindiston Pokiston ayrilib mustaqil bo'lgan mezgilda Kashmir rayonimi o'z oldiga mustaqil bo'lmoqchi bo'lgan. Pokiston, Hindiston, Xitoy davlatining talash-tatishi bilan bir qism rayonlari Hindistonning tavalligida bo'lib qolgan bo'lsa, yana bir qism rayonlari Pokistonning tavalligida, yana bir qism rayonlari Xitoyning tavalligida bo'lib qolgan. Xitoyning hozirgi maqsadi bo'lsa, Kashmir rayonida quturat qo'li qilib, Amerika Hindiston ikki davlatning strategiyasi bo'lgan Hindo-Tinch okean harbiy strategiyasini palash holatga tushirmoqchi bo'lgan. Hindo-Tinch okean harbiy strategiyasining boshlamchisi Hindiston davlati bo'lib, Amerika davlati Hindistonga yordam berish va Hindiston davlati bilan istixborot hamkorligini o'rnatgan. Hamda Hindiston armiyasiga harbiy aslaha jihatlarda ko'plagan yordamlarni qilgan. Mundaq aytganda, Hindiston davlati bilan Amerika davlati ittifoqdosh holatga kelib bo'lgan. Xitoy hukumatining maqsadi bo'lsa, Hindiston boshchiligidagi Hindo-Tinch okean harbiy strategiyasini palash holatga tushirib qo'yish uchun Hindiston davlatining hayvasini yerga urmoqchi bo'lgan. Xitoy davlatining hozirgi maqsadi bo'lsa, Osiyo qit'asida birdan-bir zo'migar davlatga aylanmoqchi bo'lgan. Osiyo qit'asida Xitoy davlati bilan xiris qila oladigan davlatlar bo'lsa, Hindiston bilan Yaponiya davlati bo'lib hisoblanadi ekan. Qolgan boshqa davlatlar Xitoy davlatining harbiy kuchiga teng kelish mumkin emas ekan. Yaponiya davlatida Amerikaning armiyasi bo'lganligi uchun Xitoy hukumatı harbiy kuch jihatda Hindiston davlati bilan tirkashmoqchi bo'lgan. Xitoyning maqsadi Hindiston davlatini mag'lub qila olsa, u chaqda Xitoy davlati Osiyo qit'asiga hukmronlik qila oladi ekan. Shunga Xitoy hukumati qora niyatiga yetish uchun Hindiston davlati bilan bir maydon urush ichish vaziyati ko'rilib yetibdi. Uning ustiga hozir yoz mezgili yetib keldi. Urush qilishda eng yaxshi fasl deb qaraydi ekan. Agar qish yetib kelsa, Himalaya tog' tizimlarida havo shalang, intayin sovuq bo'lib, har ikki davlatga urushda qolaysiz bo'lib qoldi ekan. Hindiston va Xitoy davlati bu rayonlarga hozir ko'plab askar yetkazayotgan bo'lib, urush portlash ehtimolligi intayin cho'ng ekan. Uningdan boshqa Amerikaning CNBC Soda televizor stansiyasida xabar qilishicha, Amerika davlatining ikki aqliy ambirining chiqargan yakuniga qaraganda, Xitoy kommunist hokimiyati yaqinqi mushu orliqlarda harbiy to'qnish vaqasini paydo qiladi degan ekan.